Bizda ham ommalashib kelayotgan ramyon biznesi sotuvga qo'yildi. Ushbu biznesga 20 ming dollar pul tikib qo'ygan ekanlar. Lekin eng arzonidan ham arzon narxga, teng yarim narxiga gaplashib qo'ydim. Hozir sizlarga ushbu biznesni tanishtirib o'taman. Ushbu biznesimiz Promzona chorrahasini yonginasida joylashgan UBS institutini shunaqana ro'parasida joylashgan. Hozir sizlarga biznesimizni ko'rsatib o'taman. Ushbu biznesimiz hozirgi paytda ham faoliyatda bo'lib turgan. Remontlarga bitta ahamiyat berasiz, remontga pulni ayashmagan ekan. Umumiy hisobda 11 komplekt stol stullari bor ekan. Bu tarafda kattagina konditsioner, bu tarafda televizor, kuzatuv kameralari ham tashkillashtirib qo'yishgan ekan. Bu tomonimizda ikkita katta xolodilniklarimiz bor. Shu uchun bu tarafda vitrina va ichkarisini bitta ko'rsatib o'taman. Ko'rishingiz mumkin, ichkari kuxnya qismida ikkita mikrovolnovli pech, bitta kotlet pishiradigan apparat, bitta toster, bu tarafda doner apparati, bu tarafda esa free apparati joylashtirilgan. Ushbu biznesimiz sotuvga qo'yilib, ko'rib turgan barcha jihozlarini, mebel, texnika va idish tovoqlargacha sotib olishingiz mumkin. Joyimiz arenda sifatida foydalanib kelinyapti. Kelishuv asosida ijarasini o'zingiz to'lab, biznesni davom ettirsangiz ham bo'ladi. Yo bo'lmasa ichidagi biznes texnika, mebellarini sotib olib, o'z biznesingizga oid yeringiz bo'lsa, o'sha joyda biznesni davom ettirishingiz ham mumkin. Mebel texnikalarining ko'rdinglar, bunaqa narsa qo'yilmagan. Hammasini sifatli, toza, original mahsulotlardan foydalanishgan ekan. Biznesimizni narxiga to'xtaladigan bo'lsa, 11750 dollar deyaptilar. Naqd pul bilan baraka qilaman desangiz, yana skidka qilib o'tib berar ekanlar. Agar ushbu biznesimiz sizni qiziqtirgan bo'lsa, o'ylanib ikkilanib o'tirishga hojat yo'q. Opisaniyada telefon nomerlarini qoldiraman. Biznes egalariga telefon qilib, ushbu biznesimizni kelishuv asosida kelishilgan narxda sotib olishingiz mumkin. Barchanglarni kanalimizda kutib qolamiz. Bizdan uzoqlashmang, yangiliklar hali oldinda.